وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum hürmetli görürmenler. Dünyanın her kaysı caylarında bizni görüvatkan Şarkı Türkistanlık Müslüman kırındaşlar. Hayat rehberi Muhammed Aleyhisselam namlıq programının 24. sanıga hoş geldinler. Bu sanda cennetteki nimetler hakkında toxtalımız. Ötkenki programımızda biz insanın nime üçün bu dünyaya yaratılganlıqını, nime üçün ölüp ketadiganlıqını, bunun hikmetinin nime ekanligini bayan kılgan ve insanın bu dünyada imtihan üçün, sınak üçün yaratılganlıqını, Allah Teala insanlarını sınaydiganlıqını ve Peygamber evetip hak yolunu körsatkenlikini ve bu hak yolda mangallağa ahirette mükafat bilen va'da kılganlıqını, bu hak yolda mağmıgan Allah'a asilik kılganlarını cezalaydiganlıqını bayan kılgan edik. Endi bu programımızın ki asli Muhammed Aleyhisselam'ın Mekke'de dastlabki davrlarda kishilarni islomga da'vat qilgan va musulmon bo'lganlarga Alloh taolodan kelgan vahiyni o'rgatgan. Bu vahiyning ichida Makkada tushgan dastlabki vahiylarda, Qur'on oyatlarida bayon qilingan aqida, iymon masalalarini bayon qilyapmiz. Şu vaqtida, şu maxfi davet edip verilgan vaqtida kelgan oyatlarda Allah Taala musulmon bo'lganlarni iymonga, Allohga qanday iymon keltirish, oxiratga qanday iymon keltirish qatorliq iymonga boshlagan va bu haqda oyatlar tushgan. Buni biz yuqorida bir-birlab bayon qilib keldik. Endi qiyomatga iman keltirishni o'tgan dersimizde bayan kılgan edik. Ama kıyamette nim boludu? Kıyamet günü Allah Taala'nın huzuruga bağlan vaqtida qandaq ishlar boludu degan vaqtida Allah Taala'nın huzuruga bağganda Allah Taala bu dünyada kılgan barliq yaxshi yomon, cho'ng kichik ishlarimizdan hisob oladi. Bu hesaptan o'tgan, imtihandan o'tgan, Allah'ın rahmetiga erishganlarga Allah Taala jannatni tayyorladi. Allah'a inkar qilgan, payg'ambarga inkar qilgan, Qur'onga inkar qilgan, qiyomatga ishonmagan, qiyomat kuni tirilib Allah'ın huzuriga berib bu dunyoda qilgan yaxshi yomon ishlaridan hisob beradiganligiga ishonmagan kofirlarga jazo makoni bo'lgan do'zaxni tayyorladi. Bu do'zaxmi, jannatmi her ikkisi hozir yaratilib bo'lag'liq, tayyor holatda turug'liq. Allah Taala Qur'oni Karimda jannat haqida uiddat lil muttaqin, bu cennet muttaqiler üçün, Allah Taala'ga asilik qilishdan qo'rqqanlar üçün tayyorlandi, yani tayyorlanib bo'ldi. Hozir mavjud sizlarni kutib turadi deydi. Do'zax haqidami uiddat lil kafirin, bu do'zax kafirlar üçün tayyorlanib bo'ldi. O do'zaxni o'ziga kiradigan kafirlarni kutib turadi deydi. Demek yani Allah Taala cennetini yaratıp
Cennetning içinde türlük nazu ne'matlarni yaratib tayyorlab qo'ygan, do'zaxni yaratib, do'zaxning içinde türlük azaplarni yaratib tayyorlab qo'ygan. Her ikkisi o'ziga kirdiganlarni kutib turmoqda. Buningga ishonish bu iymonninki jumlasidir. Endi biz bugun mu'minlar, muttaqiylar, Allah'a iman keltirgan, Allah'a asilik qilishdan qo'rqib, Alloh taologa, Allohning payg'ambariga itoat qilgan, haq yo'lda mangan, Qur'oni Karimga amal qilgan mu'minlarga tayyorlangan jannat haqida to'xtalmoqchi. Bu jannatga qiyomat kuni birinchi qitim jannatninki ishkini qaqadigan kishi bizning payg'ambarimiz Hazreti Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam. Payg'ambar alayhissalom buni bayon qilib shundoq deydi: Ana avvalu man yaqra'u babal jannah. Man birinchi qilib jannatning ishkini qaqadigan kishi. İmam Müslim rivoyat qilgan sahih hadis. Ya'ni Allah Taala Peygamber Aleyhisselam'ni barliq payg'ambarlardan, balki farishtalardan afzal qilgan, ulug' qilgan, o'zininki hammadan yaxshi ko'rgan mahbubi bo'lgan zot. Shuning uchun Alloh taolo Payg'ambar alayhisalomga shunday katta ne'matlarni bergan. Buningki biri jannatning darvozasini birinchi qatim qaqadigan va jannatning darvozasi birinchi qatim o kishiga ochiladigan kishi bizning payg'ambarimiz Hazreti Muhammad alayhisalom. Endi Muhammad alayhissalom birinchi bo'lib jannatning ishkini qaqqan. Birinchi bo'lib jannat Muhammad alayhissalomga ochilgan ekan, Muhammad alayhissalomning ummatidan bo'lgan mu'min bandalar birinchi qatim jannatga kirdiganlar. Qiyomat kuni Adam alayhissalomdan tortib Muhammad alayhissalomgacha qanchalik payg'ambar kelgan bo'lsa, qanchalik payg'ambarning ummati bo'lgan bo'lsa, ularning ichidan jannatga kirishga loyiq bo'lgan qanchalik ummat bo'lgan bo'lsa, ularning hammasidan avval birinchi qatim jannatga kirdigini Hazreti Muhammad alayhissalom va Muhammad alayhissalomning ummati biz ummatlar. Biz Muhammad alayhissalom ummati kirib bo'lgandan keyin, undan keyin boshqa payg'ambarlarning ummati jannatga kirdi. Buni bayon qilib Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shundoq deydi: Nahnul axirun al-avvaluna yawmal qiyamah. Biz bu dunyoga eng oxir kelgan ummat. Payg'ambar alayhissalom eng oxirgi payg'ambar. Payg'ambar alayhissalomdan keyin payg'ambar kelmaydi. Payg'ambar alayhissalomning ummati bu dunyodagi eng oxirgi musulmon ummat. Bundan keyin boshqa bir ummat kelmaydi. Ama kıyamet günü hamma ummatlarning oldida bo'ladi. Birinchi safda turadigan Muhammad alayhissalomning ummati. Şoň nahnul axiruna fid dunya avvaluna fi yawmil qiyamah. Dunyoda eng oxirida keldik, qiyomat kuni eng oldida bo'lamiz deydi. Nahnu avvalun nasi dukhulal jannah. Biz jannatga kirishda insonlarning eng avvali. Birinchi qatim biz Muhammad alayhissalomning ummati jannatga kiramiz. Bu hadisni İmam Buxoriy va İmam Müslim rivoyat qilgan sahih hadis. Demak, oxiratda Alloh taolo Muhammad alayhissalomga va Muhammad alayhissalomning ummati bo'lgan xayru ummatin uxrijat linnas Qur'oni Karimda insonlar uchun chiqilgan eng yaxshi ummat deb sifatlangan bu Muhammad alayhissalomning ummati qiyomat kuni birinchi qatim jannatga eng avval kirdiganlar. Alloh taolo bizlarni ana shulardan qilsin. Endi jannat degan qandaq joy? Jannatda nimalar bor? Jannatga kirsa jannatda qandaq nozu ne'matlar, qandaq rohat farog'atlar bor desak, jannatdagi ne'matlarni bu dunyodagi bizning aqlimiz bilan bilish, tasavvur qilish mumkin emas. Chunki jannatda u yerdagi ne'matlar bu dunyoga o'xshamaydi. Insonning aqliga kelib boqmagan, ko'zi ko'rib boqmagan, quloqi eshitib boqmagan ne'matlar bor.
Ana shundoq bo'lsa-mu, Alloh taolo o ne'matlarni Qur'oni Karimda bizning aqlimizga uyg'un keladigan, ya'ni biz qabul qila oladigan, tushuna oladigan shaklda bayon qilib berdi. Tövende biz cennette qandaq ne'matlar bor degan haqida Qur'oni Karimda nurg'un oyatlarda bayon qildi. Bir necha oyatni o'qib o'tamiz. Cennet aldı bilan cennetga kirgan kishi mangu yashaydi. U yerda o'lish yo'q, kasallanish yo'q, xafalik tortish yo'q, qiyinchilik tortish yo'q, ishlash yo'q. Doiman rahat farog'at, doim ko'ngil ichish, doimlik huzur, halovat bor edi. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday deydi: "La yazuquna fihal maut." O cennetga kirgan mu'minlar, o baxtlik zotlar o cennette ölümni tetimaydi. Ölümle şu dünyada tetip oldu. Ahirette, cennette ölüm detkan narsa yok. Kesal oltkan narsa yok. Yokulutkan iş yok. Ya kaçan yokulama ömrüm kançılaktı deydigan endişe yok. Mengülük hayat, mengülük yaşaydı. Yine Allah Subhanahu ve Teala deydi: "Ve inne lil muttaqina la husna ma'ab." Muttaqiler için Allah Teala'dan hakiki korkan, Allah Teala'ga asilik kılıştın korkan zatlar için kıyamet günü la husna ma'ab, elbette nati yaxşı qaytadigan joy bor. O yaxşı qaytadigan joy, en yaxşı joy qaysi desa, Cennatu adnin mufattahaten lahumul abwab. O yaxşı joy cennetler, adın cennetleri. Bu cennetler ular kelgan vaqtida darvozaları keng kushadi, ochilgan, ularni farishtalar xush gapsiz deb qarshi elib, hurmat bilan qarshi turgan bo'ladi. Ular o cennetga kirgandan keyin muttaqiina fiha, o cennette shundoq oliy karvatlarda, sapalarda, shundoq oliy gilam, yastıqlar yo'linib, shundoq rahat farog'at o'ltirib, jannatdagi nazu ne'matlarni, jannatdagi dal-daraxtlarni, jannatdagi qushlarni, vildan balalarni, şu jannatdagi ne'matlarni shundoq tomosha qilib, shundoq huzurlanib, rahatda o'ltirishdi. Yed'ûne fîhâ bifâkihatin kesîretin ve şarab. O cennette ular xalgan vaqtida nurg'ulg'an meyvelerini, nurg'ulg'an ichimliklarni talab qiladi. Derhal ulağa akilib berdi. Birden to'xtab turing, tamoq texi pishmadi yoki hozir qish mavsumi, yozliqning mevasi yo'q deyotgan bu dunyodagi ish yo'q. Eğer meyvelerininki türleri haddi hesapsız, her xil ichimliklar, her xil meyveler, her xil tamoqlar mavjud. Ko'ngli qandaq narsani tortsa, shuni shundoq talab qilgan, istagan zaman derhal aldığı akab turdi. Ulardan yeb, içib, shundoq huzurlanib, baxtlik yaşaydı o cennette. Ve indahum qasiratut tarfi atraf. O müminlerin, o cennetke kirgenlerininki yenida közlerini aşı erleriden başka tarafga qaramaydigan, daim erleriga qarab, ularni shundoq xursand qilib turadigan qizlar bor. Bu qizlar bo'lsa, atrab, bu yoshda barabar. Hadiste 16 yaş deb keladi. Hammasininki Allah Teala her bir bendige
bergen bu nimet qıp bergen kızlarının hemmisinin yeşi okşaş. Yani yaşınıp kalıdığan, kıyırıp kalıdığan, biri yaş, biri kıyırı, yüzüğü koruk çıp kalıdığan, hamda işle yok. Hemmisi şundak çıraylık, yaşta beraber birbirinin çıraylık kızla. Bula daim erlerine karab erlerinin könlüne elip, ulanı hursan kılıp durdu. Hâzâ mâ tu'adûne liyevmil hisâb. Mana bu yuqorida bayon qilingan ne'matlar hisob kuni uchun sizlarga va'da qilingan ne'matlar. Deyiladi ularga jannatda. Bu dunyodayken sizlarga payg'ambar avatgan edik, Qur'on avatgan edik, kitob avatgan edik, ulamolarni avatgan edik. Ular sizlarga bizningki shu va'dalarimizni yetkazgan, Qur'oni Karimda biz sizlarga va'da qilgan, jannatga kiradigan ishlarni qilsanglar, jannatga kirishga muvofiq bo'lsanglar, jannatga kirsanglar sizlarga mushundaq ne'matlar bor degan edik. Mana mushu yawmi hisob kuni uchun, qiyomat kuni uchun sizlarga va'da qilingan ne'matlar mana mushu. Mushuni tetinglar, mushundan bahramand bo'linglar. Daim mushu rahat farog'atda, baxt saodatda yashaysizlar deyiladi ularga. Inna haza la rizquna ma lahu min nafad. Mana bu sizlar uchun bizning tayyorlagan rizqimiz. Bu rizq tugab qolmaydi. Kamlab qolmaydi. Daim kundan kunga ko'payib turadi. Kundan kunga xilma-xil bo'lib turadi. Sizlar buningdan verib zirkib qoldigan ish olmaydi. Tugab qilib talab istab topolmaydigan ish olmaydi. Hamma narsa har doim mavjud, balki shakli birsi-birsiga o'xshagan bo'lsa-mu, ta'mi birsi-birsiga o'xshamaydigan, birsi-birsidan lazzatlik shundoq ne'matlar sizlarga berilib turadi deydi. Jannatdagi musulmonlar, jannatga kirgan mu'minlar jannatning ne'matlarini, yemaklarini, ichmaklarini qo'sqa ichib qolganlik uchun, ustab qolganlik uchun yemaydi. Faqat lazzat olish uchun yeydi. Lazzat olish uchun ichadi. Endi qo'sqa ichib qoldigan, ustab qoldigan, to'ngab qoladigan, yo issiqlab qoladigan ish yo'q. Butunlay rohatlik, butunlay huzurlik, butunlay saodat yeri. Onun uchun o yerda hech qanday narsa tugab qolmaydi, hech qanday narsa kamib ketmaydi, hech qanday narsaga muhtoj bo'lib qilib topolmay qoldigan ish bo'lmaydi. Jannat ana shundoq joy. Yine Allah Teala deydi Qur'oni Karimda: "Va'adallohul mu'minina vel mu'minat." Allah Teala mümin erlerge, mümin ayallarga va'da qildi. Nimani va'da qildi? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannatlarni va'da qildi. Yuqorqidek nurg'un inson tasavvur qilolmaydigan darajada shunday katta nozik ne'matlar bor. Jannatlarni Allah Teala mümin erlerge ve mümin ayallarga va'da qildi. Tajri min tahtihal anhar. O jannatlarning tigidan o'stanlar eqib turadi. Jannatninki tigida, ya'ni qasrninki tigida har turli o'stanlar sular shaqirab eqib turadi. O o'stanlarninki suydan ichida, onundan bahramand bo'ladi. Ko'ngli nayati huzur topadi. Halidina fiha. O cennette o müminler mengu kaldı. Yani yo'qolish yo'q, o'lish yo'q. Ve mesakine tayyibe. Ve o cennette nayati yaxshi, nayati chiroyli maskanlar, o'tiradigan joylar, uylar, saroylar, qasrlar var o cennette. Fi cennati adnin. O qasr saroylar Aden cennetlerinde boludu olar üçün. Ve rıdvanun minallahi ekber. En çoğu
o nimetlerninki cennetteki müminlerge bildiğin nimetlerinin en çoğu Allah Teala'nın razılığı. Radiyallahu anhum ve radu anh dediğini bir ayette. Allah Teala bu müminlerden razı oldu. Müminler mi Allah Teala'nın bergen bu nimetlerini görüp Allah Teala'dan memnun buldu, hursan buldu. Allah Teala'ga şükür kılıp hamdü sana etdi ve en çok mükafat, en çok utuk Allah Teala'nın razılığı. Allah Teala ey bendilerim men sizden razı oldum. İkinci men sizge gazap kılmayman dep ularga şundak nida kıldı. Ularga şundak salam berdi. Zalikel fawzul azim. Ana şu en katta, en ulug, en çoğ utuk, en çoğ kazanış. Onundan çoğ kazanış olamda mengülük rahat paragat, mengülük baxt saadet, mengülük şundak nazı nimetlerge ege oluştun. Allah Teala'nın razılığına ege oluştun. Allah Teala'nın cemalini görüştün. Artık nimet bulamda bulmaydı. En çok utuk, en çok kazanış ana şu cennetke giriş, Allah'ın razılığına erişiş, Allah Teala'nın nimetlerine nail oluş. Yeni bir ayette Allah Subhanahu ve Teala yine şundaktaydı. Meselul cennetilleti ve'idel muttakun. Muttakiler, Allah'tan korkan zatlar, vaadi kılıngan cennetin misali şu ki, fiha anharun min ma'in gayri asin. O cennetlerde buzulup kalmaydıgan, sesip kalmaydıgan, konrap kalmaydıgan, pırap kalmaydıgan sudun östenler vardı. Şundak süzük östenlerden sula, şundak şıkrap ekip durdu. O sula yıllar mengu cennet yaşagandikin, mengu ekip durguş bilen konrap kalmaydı, pırap kalmaydı, sesip kalmaydı. Şundak süzük, şundak tatlık, şirin sula bilen östenler ekip durdu o cennette. Ve enharun min lebenin lem yetegayyer ta'muh. Sütten östenler var. Süt, şundak kıymetlik neyse dünyada mı? Şu sütten östenler ekip durdu. O'nunki ta'mi buzulup kalmaydı. Ta'mi özgürlük etmeydi. Ekip zamanının ötüşü bilen o sütününki ta'mi özgürep süt etmey başka bir narsa tetidigan narsa bulup kalmaydı. Daim şundak hazır seğilgan taza yeni süt şeklinde şundak turdu cennetteki sütten boğan östenler. Ve enharun min hamrin lezzetin lişşaribin. O cennette yine içkiçilerge nait lezzet, huzur bağışlaydıgan, köngülünü hoş kılıdıgan şaraptın östenler var. Şundak endi bu hamri degan söz lügatta harak degan boludu. Bu dünyadaki manisi bilen degan vaqtida ahiretdeki bu şaraptın boğan östennin suyu, onun şarabı, onun içiş bilen dünyadaki okşaş insanı mest kılıdığan, insanın aklını ketkizdiğan, insanı kalaymakan söz tutuduğan narsa emas. Yerdeki o şarap şundak lezzetlik sıra içkisi kılıdığan, içken sıra onun hoşunda lezzet bağışlaydıgan şarap bu. Şunda östenler var. Ve enharun min asalin musaffa. En süzük hasaldan ekip durduğun östenler var. Bir de Allah Teala 4 tane östenini bayan kıldı cennette. Birinci su, ikinci sütten cennetler, üçüncü şaraptın boğan cennetler, dördüncü hasaldan boğan cennet. Hasal şundak sudak ekip durdu cennette. Onundan xalğan çağda
elib ichidi jannatninki ahli jannatda bo'lgan mu'minlar. Mana shundoq ne'matlar bor. Alloh taolo yana bir oyatda deydi: "Innalil muttaqina mafaza." Muttaqilar uchun oxiratda qurtulush bor, oxiratda utuq bor. U bo'lsa-mu jannat, hadaiqa va anaba, bog'chilar va o jannatda, üzümlar va o jannatda. Ve kevaiba atraba, o jannatda ko'kslari yeni o'rlab chiqqan qizlar var. O qizlarninki yuqorida oyatda degandek atrab, yoshlari hammasi barabar shundoq chiroyli qizlar var. Ve ka'san dihaqa ve to'lg'izilgan, to'shtirilgan kas istiqollarda shundoq sharablar bilan to'shqizilgan istiqollar bor. Yuqoridagi oyatda degandek 4 xil jannatning suyidan to'shqizilgan, oldiga akilib xo'shlab, isladab akab turadigan shunda chiroyli istiqollardan sularni akilib, sharablarni akilib turadi xizmatchilar. Shuni ko'ngli xohlagan chaqda xohlaganini ichida o jannatdagi mu'minlar. La yasma'una fiha lagwan va la kizzaba. O jannatdagi mu'minlar behuda gap anglamaydi. İnsanning ko'nglini ranjitadigan, foydasi yo'q, unday gaplarni anglamaydi. Va la kizzaba, va yolg'on gapni anglamaydi. Jannatdagi mu'minlar bir-biri bilan ko'rishib turadi. Bir-biri bilan suhbatlashib turadi. Bir-biri bilan karvatlarda shundoq yaxshi sapalarda yo'linib o'tirishib, shunda suhbatlashib turadi. Mushu suhbat arasida hargiz bir-birining ko'ngliga tegadigan, bir-birining ko'nglini ranjitadigan yoki hech qanday bir foydasi yo'q behuda so'zlarni anglamaydi, yolg'on so'zlarni anglamaydi. Jannatdagi mu'minlar bir-biriga yolg'on so'zlamaydi. Hammasi bir-birining ko'nglini xush qiladigan, shundoq kuldiradigan, shundoq tomosha, yaxshi, chiroyli gaplarni qilishib, ko'ngil etishib o'ltirdi o jannatda. Bundoq ne'matlar bu dunyoda tepilmaydi. Jannatda mana shundoq ne'matlar bor. Endi jannat to'g'rili Qur'oni Karimda yana bu jannatni isbotlagan nurg'un oyatlar bor. Programmamizning vaqti munosabati bilan shunchalik oyatni tanladik. Alloh taolo bizlarni shu jannatga kiradigan mu'minlarning qatoridan qilsin. Endi biz yuqoridagi oyatlardan jannatdagi ne'matlarga mushundaq ne'matlarni borligiga chin ishonishimiz lozim. Mushu ishonishdan, mushuni bilishdan qanday foyda olamiz desak, tövendeki foydalarni olamiz. Birinchi, o'limdan qo'rqmaymiz. Voy o'lib ketsam qanday bo'ladi deb o'limdan qo'rqmaymiz. Chunki bilimizki oldimizda jannat bor. Bu jannatga shundoq katta nozil ne'matlar boyaga bizni elib boradigan narsa o'lim. Ölüm şerbetini içip bu dünyadan ahiretke varımız ve Allah Teala'nın rahmeti bilen cennetke kirimiz dep onun cennetke çin işengen kişi ölümden korkmaydı. Çünkü ölüm onun için yok oluş emez. Ölüm onun için bu dünyadan tehimi yakşı, bu dünyadan tehimi baxt saadetlik bir hayatka, menguluk bir yakşı hayatka yetkiliş buludu. İkinci, cennetke kirishni arzulaymiz. Biz mi cennetke kirsek deb cennetke kirishni arzulaymiz. Çünkü cennette yuqorida degandekidek ko'z ko'rib bakmagan, quloq anglab bakmagan, inson aqliga keltirib bakmagan darajada shunday katta ne'matlar bor. Dünyadakidek eğer cepa tatıtkan iş yok, işleydiğen iş yok, işlep cepa tatıp onunki halavetinin neticesini gördüğü iş yok. Eğer daim oyun tamaşa, daim köngel içiş, daim rahat, daim huzur var. Onun için eğer kirişini arzu kılıp yaşayımız. Üçüncüsü, cennetke kirishga sabab bo'ladigan ishlarni ko'p qilishga tirishimiz. Qaysi ishni qilsam Alloh taolo meni jannatga kirgizadi deb
Allah Taala'nın razılığı erişidigan, bizni cennetke kirgizidigan yaxshi amallarni qilg'ili tirishimiz, texmi ko'p yaxshi amal qilishga tirishimiz. Texmi ko'p yaxshi amalni qilishga tirishish bilan bu dunyodagi hayotimizmi nihoyat yaxshi, baxt, saodatlik bo'ladi. Oxiratga borganda Alloh taolaning rahmatiga erishib jannatga kiramiz. To'rtinchisi, bizni jannatdan yiroqlashtiradigan, jannatga kirishimizga to'salg'i bo'ladigan ishlardan qochimiz. Jannatni biz asli bu dunyoga jannatdan kelgan. Alloh taolo Odam alayhissalomni jannatga qo'ygan. Jannatda yemang degan daraxtning mevasini yeb sog'anlik uchun jannatdan chiqarilgan. Unda bo'lgandan keyin bizni jannatga kirishdan man'i qiladigan, to'salg'i bo'ladigan, jannatdan yiroqlashtiradigan yomon ishlardan qochimiz. Bu yomon ishlar Alloh taolo to'sgan ishlar. O ishlardan qochsak biz Alloh taolaning rahmatiga erishib jannatga kira olamiz. Beshinchisi, Alloh taoladan jannatga, bizni jannatga kirgizishini tilab har doim duo qilamiz. Alloh taoladan tilaymiz. Chunki payg'ambar alayhisalom bir hadisida hech kimni amali jannatga kirgizolmaydi degan. Sahabeler silini mi amelleri cennetke kirgizememdi degende benim amelim cennetke kirgizemeydi. Fakat Allah Teala'nın rahmeti bilen cennetke kiralayma degen. Şunun için biz cennetke kirdiğen yaxşı amellerini köp kılış bilen billah Allah Teala'dan bizim cennetke kirgizişini tilep köp dua kılımız. Benim şu yaxşı işlerini şu cennetteki nimetlerinin bağlılığa iman keltirişten kelip çıkan bu paydalarını alımız. Allah Teala bizlerini muşu imanımızda mustahkem turuşqa, ahiretki haqiqiy işinişke, cennetki nimetlerge telpinişke, cennetki kirişin daim arzulaşqa, cennetki kirdiğen yaxşı işlerini köp kılışqa, cennetin tosulup kalıdığan yaman işlerden jirak turuşqa muvaffak kılsın. Allah Teala hemimizni cennette cem kılsın, cennette özünün cemalini köygül nasip kılsın. Amin. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin.